Diqqat, xalqimiz tanigan, barchamiz suyib qo'shiqlarini eshitayotgan o'zbek shou biznesi primadonnasi Yulduz Usmonova haqida noxush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova 2026-yil 9-may kuni AQShning Nyu-York shtati Brayton Beach hududida konsert berishni rejalashtirgan edi. Biroq so'nggi kunlarda ushbu tadbir atrofida jiddiy bahs-munozaralar yuzaga keldi. Ijtimoiy tarmoqlarda AQShdagi ayrim yahudiy jamoa vakillari va faollar xonandaning konsertini bekor qilishni talab qilmoqda. Ularning da'vo qilishicha, bunga Yulduz Usmonovaning 2021-yilda Isroil-Falastin mojarosi yuzasidan bildirgan pozitsiyasi sabab bo'lgan. O'sha davrda Falastin xalqini qo'llab-quvvatlagan video murojaatlari bilan chiqib, bu munosabatlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Isroil millatini deymiz, men uni bir mamlakat deb ana qilmayman, qancha o'zini mamlakat deb hisoblaymiz, mamlakat deb hisoblaymiz. Chunki o'zlari ham juda yaxshi biladi bosqinchiligini. Men aytmoqchi bo'lganim, shunday hayit kunlarda, shunday ulg'aygan kunlarda musulmon masjidiga kirib, ibodatxonasiga kirib, shunaqangi bir xuliganlik qilib, bularni ibodat paytida bezovta qilib, urush ochib, daraxt yonsa ichkarida xursand bo'lib diskoteka qilishlar, bu hayvon ham qilmaydi buni azizlarimiz. Kompaniya tashkilotchilarining ta'kidlashicha, o'sha vaqtda ular Yulduz Usmonovaga omma oldida qilgan antisemitizmga oid bayonotlarni rad etishni va uzr so'rashni taklif qilgan. Ammo xonanda rad javobini bergan. Mazkur holat ortidan AQShning ayrim siyosatchilari ham bevosita jarayonga aralashgan. Xususan, Nassau okrugi ijrochi direktori Bruce Blakeman hamda Nyu-York shtati assambleyasi vakillari xonandaning bayonotlarini tanqid qilib, uni ommaviy ravishda izoh berish va uzr so'rashga chaqirgan. Bruce Blakeman o'z bayonotida Yulduz Usmonovaning AQShga kirishi va Bruklinda konsert berishi qabul qilib bo'lmaydigan holat ekanini ta'kidlab, AQSh davlat kotibi Marko Rubioga uning vizasini ko'rib chiqish va bekor qilish bo'yicha murojaat yuborganini bildirgan. Faollar tomonidan ham davlat departamentiga xonandaga berilgan vizalarni bekor qilish talabi bilan rasmiy xatlar yo'llangan. Ularning fikricha, bunday chiqishlar ijtimoiy keskinlikni kuchaytirishi mumkin. Ushbu munozaralar yuzasidan xonandaning admini Brooklyn Beachda rejalashtirilgan konsert yuzasidan Daryo nashriga ma'lumot berdi. Xonandaning AQShdagi konsertiga chiptalar sotilgan, biroq hozircha Yulduz Usmonova va uning jamoasiga AQSh vizasi berilmadi. Parvoz sanasi 7-mayga belgilangan, ammo yuzaga kelayotgan mojaro haqida xonandaning o'zi xabardor emas. AQShdagi ayrim yahudiy faollar xonandaning mamlakatga kirishiga yo'l qo'ymaslik va konsertni bekor qildirish uchun harakat qilmoqda. Shuningdek, ular Yulduz Usmonovadan uzr so'rashni talab qilmoqda. Lekin Yulduz Usmonova hech qachon ulardan kechirim so'ramaydi, deydi xonandaning admini. Ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-Yorkda ushbu masala yuzasidan maxsus matbuot anjumani o'tkazilishi rejalashtirilgan. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.